Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Bugungi darsimiz mavzusi Fors tilidagi son kategoriyasi bo'lib hisoblanadi. O'zbek tilidagi singari Fors tilida ham birlik va ko'plik sonlari mavjud. O'zbek tilida birlikdagi so'zlarga lar qo'shimchasini qo'yish orqali ko'plik shakli hosil qilinadi. Fors tilida esa ushbu larni beradigan qo'shimchalar ikkita bo'lib hisoblanadi. Birinchisi ho va ikkinchisi on. Mana bu qo'shimchamiz ho, bunisi esa on. Ho qo'shimchasi odatda jonsiz predmet narsalarga qo'shiladi, on qo'shimchasi esa jonlilarga qo'shiladi. Misolini keltiramiz. Kitob, kitob ho, daftar, daftar ho, miz, miz ho, ro'znome, ro'znome ho va hokazo. Dar ho, panjara ho, daraxt ho, bino ho va hokazo narsalarga nisbatan ishlatiladi. Endi jonlilarga esa on qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, mard, mardon, zan, zanon, korgar, korgaron, shoir, shoiron. Ulardan tashqari jonli bo'lgan, masalan, hayvonlarga ham ishlatiladi. Gov, govon, ya'ni sigir, sigirlar, gusvan, gusvandon, qo'y, qo'ylar, zog', zog'on, ya'ni qarg'a, qarg'alar, mo'rg', mo'rg'on, tovuq, tovuqlar singari. Demak, ho qo'shimchasi jonsizlarga, on qo'shimchasi esa jonlilarga qo'shiladi. Bu yaqin davrgacha faqatgina shunday holatda edi. Oxirgi paytlarda ho qo'shimchasi jonlilarga ham qo'shilyapti. Masalan, mo'rg' birlikda bo'lsa, ya'ni tovuq so'zi, uni ham mo'rg'on deb ishlatsa bo'ladi, ham mo'rg'ho deb ishlatsa bo'ladi. Yoki gusfand, xohlasangiz gusfandon deysiz, xohlasangiz gusfandho deysiz. Buning hozir farqi yo'q. Lekin on qo'shimchasi mizon, gachon deyilmaydi. Faqat jonlilarga ishlatiladi. Bundan tashqari on ko'plik qo'shimchasi ko'rib turganimizdek insonning juft a'zolariga nisbatan ham qo'llaniladi. Masalan, cheshim, ko'z, cheshmon, ko'zlar, ya'ni lab, lab, labon, lablar, dast, qo'l, daston, qo'llar bo'lib hisoblanadi. Lekin barchasida ham bundoq emas. Bitta misolni ko'ramiz. Masalan, sar degani bosh degani. Endi agar shu sarga onni qo'shsak, bu boshliqlar degan ma'noni beradi. Honi qo'shsak, boshlar degan ma'noni beradi. Shunisiga diqqat qilishimiz kerak. Qolgan holatlarda tana a'zolarining juftlariga on qo'shimchasi qo'shiladi. Shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, agar qisqa e bilan tugagan so'zlardan keyin ho qo'shiladigan bo'lsa, buni ajratib yoziladi. Chunki mana bu ro'znome so'zidagi e, garchi hoyi havas bilan ifodalangan bo'lsam, qisqa unli e ni beradi va ho qo'shimchasi esa he tovushini beradi. Masalan, donishgoh ho bo'lsa, uni farqi yo'q edi. Donishgohga honi qo'shib yozsa bo'lar edi. Endi on ko'plik qo'shimchasining imlosiga diqqat qaratamiz. Yuqoridagi misollarda ko'rdik, mana barchasi undosh bilan tugaganligi uchun on to'g'ridan to'g'ri qo'shilgan edi. Bu tarafda endi ayrim qoidalarni ko'rib o'tamiz. Bu qoidalar nimalardan iborat? Agar so'zimiz cho'ziq unlilar o, u yoki i bilan tugagan bo'lsa, on ko'plik qo'shimchasidan oldin bitta yo orttiriladi. Misollarga qaraymiz. Donishju, ya'ni talaba, on qo'shilganda donishju on emas, donishjuyon bo'ladi. Keyingi misolimiz dono, ya'ni dono, on ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda dono on emas, donoyon bo'ladi, ya'ni donolar bo'ladi. Keyingi misolimiz ironiy, ya'ni eronlik, on ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda ironiyon emas, balki ironiyon bo'ladi. Bu qoidaga muvofiq bo'lyapti. Demak, cho'ziq o'nlilar u, o yoki i bilan tugagan so'zdan keyin on qo'shilsa, albatta bittadan ye orttiriladi. Keyingi qoidamiz, agar so'zimiz qisqa o'nli e bilan tugagan bo'lsa, mana ko'ryapmiz, odatda yozuvda ushbu qisqa o'nli e tushib qoladi-yu, uning o'rnida g qo'shiladi. Misollarni ko'ramiz. Navisande, ya'ni yozuvchi, navisandegon bo'ladi ko'pligi, ya'ni yozuvchilar. Hunarpishe, ya'ni artist, hunarpishegon bo'ladi artistlar. Namoyande, namoyanda deyiladi o'zbek tilida ham yoki vakil desa ham bo'ladi. Namoyandegon bo'ladi, ya'ni namoyandalar bo'ladi. Demak, so'zlarni bir qator o'qiymiz. Navisande, navisandegon, hunarpishe, hunarpishegon, namoyande, namoyandegon. Ba'zi bir
cho'ziq unli u bilan tugagan so'zlardan keyin istisno tarzida so'z oxiridagi u on ko'plik qo'shitasi qo'shilgandan keyin o ga aylanadi talaffuzda. Ya'ni abru on emas, abruvon, bonu on emas, bonuvon, bozu on emas, bozuvon bo'ladi. Ya'ni abru degani qosh degani, abruvon qoshlar bo'ldi. Bonu xonim degani, bonuvon xonimlar bo'ladi. Bozu bilak degani, bozuvon esa bilaklar bo'ladi. Boya aytdik, inson tana a'zolarining juftlari ham on qo'shilsa oladi. Mana bu yerdagi abru va bozu so'zlari insonning juft a'zolari bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ular ham on qo'shimchalarini qabul qiladi. Bugungi grammatik mavzumiz mana shundan iborat. Uyda bu mavzuni ko'proq takrorlanglar va kimning darslik kitobi mavjud bo'lsa, ushbu darslik kitobning 84-betidagi birinchi topshiriqni bajaringlar. Ushbu topshiriqda berilgan so'zlarni ko'plik shakliga aylantirish kerak. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. Fors tiliga qiziqqan tanishlaringizga bo'lishib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Keyingi darsgacha xayr, salomat bo'linglar.